qilgani kelmaganmiz. Bu hayotga hammamiz xizmat qilgani kelganmiz. Agar biz bu hayotda xizmatchi bo'lmasak, ya'ni o'zingizni funksiyalaringizni bajarmasangiz, unda Xudo yana ham bir kuchliroq darslar beraveradi. Вообще на будущее deb so'ragan. Потом to'yinmagan odam hech qachon xizmat qila olmaydi. Chunki mana tepada o'tirganlar ham man deb oladi-ku. Keyin baribir beradi u ham. Misol uchun ko'p narsani. Agar u chestni bermasa, mana bu yerdagi vaziyatlar yaxshi bo'lmaydi bolalar bilan. Chestni bersa, o'sadi unaqa odamlar. Zo'r bo'ladi. Misol uchun mana bizda bitta показатель Murad building degan Murad Nazarov bor. U ham shunaqa показательga kiradi. Ya'ni o'zi to'q shu bilan birga beradi ham. Xizmat qiladi. Xizmat qilmasa, yo bola invalid bo'ladi, yo xotin o'ladi, yo yana nimadir bo'ladi. Даже yoquvmi, yoqdingizmi? Yo'q. Yoqing. Yo'q. Bo'ldi? Bitta narsa aytmoqchiman. Mana bitta doktor bo'lganda, qani og'riqli bizga nimaga xizmat qilib beradi? Bitta doktor bor. Doktor emas, bitta inson, oddiy inson bo'lgan. Uni bolasi rak bilan kasallangan. Rak kasalligiga uchragan. Endi qarang, u ko'rsatmagan, doktor qolmagan, olib bormagan, doktor qolmagan, qilmagan, ish qolmagan, hamma narsa qilgan. Lekin o'sha bola o'lgan. Rak kasalligidan o'lgan. Keyin u odam juda katta doktor bo'lib ketgan. Mana shu rak kasalini tuzatadigan inson bo'lib ketgan. Bolani kasalligi nimaga xizmat qilib beradi? Katta kuchli doktor bo'lish uchun xizmat qilib beradi. Shuning uchun har bitta keladigan og'riqlarimiz ham aslida bekorga emas. Ya'ni o'shani orqasida bitta katta missiyasi bor ekanki, o'sha bolasi o'lgandan keyin, rak bo'lgandan keyin shuni davosini topish xohlab, topib, o'zi katta doktor bo'lib ketgan. Missiya bu shunga bo'lgan, tushundingizmi? Yoki misol uchun hamma ayollar misol uchun tug'ish kerak, bolali bo'lish kerak yoki erga tegish kerak degan narsa ham yo'q-da. Misol uchun bitta ayol bor, u bilmayman hozir u ayol tirikmi yoki tirik emasmi? Детский vrach bo'lgan. Doktor bo'lganda ham. Lekin shunaqa ko'p doyalik qilgan, juda mashhur doktor bo'lgan. Hozir menimcha adashmayman. Liba u женский bo'yicha, kasalliklar bo'yicha operatsionni vrach bo'lgan. O'zini na oilasi, na farzandlari bo'lmagan, tushundingizmi? Bu degani u baxtsizmi? Mana farzandi yo'q, eri yo'q. Biz o'ylaymizki, faqat baxt farzandda, faqat baxt erda. Lekin undan baxtli inson bo'lmagan. Chunki uni missiyasi bor. U shuning uchun kelgan bu hayotga. Ya'ni o'sha insonlarni, ayollarni sog'lig'ini saqlab qolish uchun, o'sha odamlarga kasal bo'lgan bemorlarga yordam berish uchun. Uni hayoti shu bo'lgan. Demak, Alloh unga shu предназначениеni bergan, shu missiyani bergan. U baxtsiz emas, u shu даже men intervyusini ko'rganman-da YouTube'da. Даже yosh katta, уже 80 nech qanchadir, uni operatsiyaga talab ko'p. Tushundingizmi? Sen yaxshiroq qilasan, sen zo'roq qilasan, talab ko'p. Siz aniq qiling, nima deydi, operatsiyani qiling degan. Demak, u ayol baxtsizmi? Yo'q. U baxtsiz emas. Qancha ayollarni hayotini saqlab qolgan. Поэтому baxt tushunchasi bu oila, er emas. Baxt bu oila, er, farzand bu kerak. Siz yana baxtingizni to'laqonlicha to'ldirib turadi. Chunki o'zingizni yaxshi his qilasiz. Потому что jamiyatimizda bu narsa bor. Oila, er, bola degan narsa bor-da. Siz to'lib bo'lib turasiz bu yerda. Mana shu to'lgan qismi, mana to'lasiz sevgiga, baxtga, oilaga, turmush o'rtog'iga. Mana shuni ichida yana siz xizmat qilishingiz kerak. Siz misol uchun taksistmisiz, tish doktorimisiz, non pishirasizmi, novvoymisiz, telefon chiqarasizmi? Odamlarga foydangiz tegishi kerak. Lekin bizlarni foydamiz tegishi o'rniga mana bu yerda o'ralashyapmiz-da. Er,
bermayapti, sovg'a bermayapti, odam mana shu yerda qolib ketyapti. Shuning uchun bu narsa ekonomiyaga ham rosa ta'sir qiladi, tushunasiz? Mana shunaqa narsa. Поэтому men kursimda aynan inson o'zini menligini topishga, через programma o'zini o'rniga turishga, onasini otasini hayotini yashash emas, ko'pchilik onasini otasini hayotida yashaydi, o'zi anglamagan holatda yoki ssenariyni takrorlaydi yoki misol uchun oddiy misol onani birinchi farzandi o'ldi. Onani butun diqqati o'sha farzandda qolib ketdi. Lekin mana yana ikkita farzand bor. Lekin ona o'shani o'zini anaqasida og'rig'ida, ona farzandi yomon-ku, men bilaman, 5 yasharli o'g'lim olamdan o'tgan. Farzand dog'ida qolib ketgan. Endi mana bolaga ona kerak-ku, ikkita bolaga. Ona ko'rmayapti ularni psixik, asabiy, nervni munosabatlariga ta'sir qilyapti. Endi mana bu bola bor, 3 bola. Men ham o'lsammikin deydi. Tushundingizmi? Onam meni ko'rarmikin deydi. Yoki ana o'sha o'lgan farzand o'rniga turib olishni xohlaydi-da, anglamagan holatda turib oladi ham. O'zini o'rnidan ketdi. Tushundingizmi? Buni o'zi, demak, men ham o'lsam, onam meni ko'rar ekan, yaxshi ko'rar ekan deydi. O'zini haqiqiy mana 3 ta farzand, 1, 2, 3. O'zini o'rnidan ketib, menga turib oladi. O'lgan bolani o'rniga turib oladi. Men bo'sh qoldi. Bo'sh qoldimi? Endi katta bo'lsa yerga tegsa, mana bo'sh-ku, bu yo'qda-ku, ko'rmaydi. Yomon yer chiqadi, xiyonat qiladigan yer chiqadi, mensimaydigan yer chiqadi. Nimaga uradi, so'kadi, tepadi yoki mana shunaqa holat, o'rningga tur, joyingga tur, seni o'rning shetda deyotgan bo'ladi. Mana programma, bu programma. Aynan mana shunaqa programmalarni ishlaymiz. O'zingizni o'rningizda turishingiz uchun, o'zingizni hayotingizni yashashingiz uchun, o'zingizni qadrlashingiz uchun, sevishingiz uchun bu bitta etap. Bu etapdan chiqqaningizdan keyin keyingi etap keladi. Men bu hayotga nima beraman, nima bera olaman, mendan nima ketadi? Misol uchun men ham birinchi jabrdiyda bo'lganman. Oldin menga faqat menga deb yurganman. Keyin endi menda bor shu narsalar, endi men zo'rman deganman. Chunki bu ham og'riqli. Bu zo'r degan narsa bo'lmaydi. Endi men zo'rman tipida, endi men bilimni oldim. Yo'q, hech narsa o'zgarmas ekan. Keyin haqiqiy to'yinish bo'ladi. O'zingizni qadrlash, his qilish, o'rningizga turish, vazifalaringizni bajarish, onalik, ayollik, singillik, ishchilik, o'rtoqda o'rtoqlik, hamma vazifalaringizni bajarasiz, his qilib, tushunib, anglab turib, joyingizdan turib, ana keyingi etap keladi. Men nima bera olaman? Bitta уже meningiz bo'lmaydi. Men nima xizmat qilaman? Mana shu narsaga Xudo rizq beradi. Mana shu narsaga baraka beradi, tushunasizmi? Mana shunga pul keladi. Misol uchun, men pulingizni ko'paytirishni xohlayapsizmi? Demak, men nima berishim kerak deyish kerak. Men nimadir berishim uchun men o'zim to'liqmanmi, to'lganmanmi? Keyin pul keladi. Mana sizlarga, agar siz pulingizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, mana shu sizlarga aniq. Men faqat shunaqa pulimni ko'paytirgan. Bu uchun emas, farqi yo'q. Men daromadga kirganim faqat shundan bo'lgan. Ya'ni oldin menda pul bo'lmagan, menda hech pul bo'lmagan. Menda o'qishga, men buxgalteriyada 300 ming so'mga ishlaganman. Menga psixologiyaga psixolog bor ekan, borgin deyishganda, men psixologga 700 ming deydi o'shanda. 700 ming pul berib, men psixologga boramanmi deganman. Keyin aytaman, kasal bo'lganimdan keyin уже majbur bo'lganman borishga. 2 oyligimni yiqqanman. Yo'l kiram bor edi, obetim bor. Oyligimni yig'ib, men berganman keyin o'sha psixologga. Keyin borib shu bilim olish boshlaganmanmi? Ana keyin sekin pulim oshishni boshlagan. Bir sim boshqa pulim bo'lmagan, yerma pul bermagan. Misol uchun o'zim daromadim bo'lmagan. Siz aytganingizdek, nimadirlar qilib yurganman mana. Ya'ni ishlab, mana pishiruvli sotardim, tortlar sotardim. Bunaqalar ham qilib ko'rganman, chunki pulimni ko'paytirish uchun. Bu og'riqdan bo'lganda. Keyin уже o'tganman, tak, men nima berishim mumkin odamlarga. Bugun bu narsani beraman, bugun marafon beraman. Lekin hech narsa hech kimdan kutmayman. Bugun men bu narsani beraman. Lekin hech kimdan hech narsani kutmayman. Foydali bitta odamga otdim, men nechta odamga otdim, foydali bo'tdim.
mayli foydali bo'lsin, bilayotgan narsamni beryapman-ku, lekin orzularimdan voz kechmaganman. Ana o'shanda orzular o'zi kirib kelavergan, ama ishimni qilib ketaverganman. Men misol uchun hozir turib qanaqa mashinalaringiz olgansiz desangiz, aytib beraman. Men buni qildim, buni qildim deya olmayman. Men ayta olamanki, men dars berdim. Chunki meni ishim shu-ku. Men bitta konsultatsiya berdim, men bitta tekinga marafon o'tdim, men bitta kurs o'tdim. Xudo o'zi nasibani beradi, lekin xohishlarim turaverdi. Tushunasiz? Mashina xohlayman, men bu rangidan, men bu lyuka bo'lsin, men turavergan diqqatim. Kurslarga sarflangan summa bu xarajatmi? O'zi bitta kurs emas, o'zi hamma narsaga sarflanadigan pul bu investitsiya bo'ladi. Hamma absolutno, misol uchun agar qizim ana bu narsani olib bering desa, meni miyam o'ylasa, sal tormoz bo'lib, ana hozir ana pulimni ketqizsam, bunga ishlatsam, unim kamayib qolsa desam, bo'ldi, ketdim, orqaga ketaman. Tushunasizmi? Chunki pul ko'paytiradi. Pul o'zi energiya, u doimiy tarzda aylanib yurib turishi kerak. Agar menda life hakim bor, agar meni plastikimda pulim kam qolgan bo'lsa, men u pulni unaqa deymiz, bu kam qolibdi, men bundan ozgina qisqaman, men bundan ozgina ekonom qilaman deymiz-ku. Ana o'sha paytda pulim kam qolibdi, bo'lmay shuni срочно borib ishlatib kelishim kerak deyman. Ishlataman. Pul aylanib ketib qoldi, energiya aylandi. U pul menga kartonaga keyin ko'p tushadi. Ko'payadi. Agar men qizg'an bo'lsam, pulim yo'q deyaversam, yo'q bo'lib ketaman. Tushunasizmi? Mana ko'pchilik aytadi, kursingiz zo'r ekan, darslarimga kirishadi, jonli efirlarimga kirishadi, otsiflarga qo'yaman-ku. Telegram kanalim otsif juda ko'p. Jonli efirlarim juda ko'p. Rosa xohlaman, lekin pulim yo'q ekan-ku deydi-da, bo'ldi, yo'qda qolib ketadi. İmkoniyat hamma joyda bor. İmkoniyatni ko'rmayotgan bo'ladi. U pulim yo'q dedimi? Sarf qilmayaptimi? Bo'ldi, pul o'sha joyda qotdi. Pul turishi kerak emas, pul aylanishi kerak. Har bitta siz o'zingizga hisob sarf qilayotgan pulingiz bu sizning investitsiya, siz demak pulni aylantiryapsiz, ko'paytiryapsiz. Agar bundoq 60ingizga qarasangiz, misol uchun, oldingi mana siz hozir topayotgan pulingiz deyli oldin bo'lganmi? Bo'lmagan, to'g'rimi? Hozir agar bundoq kelajagingizga qarasangiz, siz bu hozirgi holatingizga qarasangiz, siz o'sha turgan joyingizda aytishingiz mumkin. Bu yerdagi pulim, mana hozirgi men yo'qdagi turgan pulim, men yo'q, mana misol uchun bu yerda ko'proq, bu yerda pulim mana bu yoqda yo'q edi, bu yoqda hozir bor, bu yerda yana ham ko'proq, lekin siz o'ylamagansiz bitta ko'p bo'ladi. Men yo'qda turganingiz, tushunasizmi? Lekin harakat qilsangiz, mehnat qilsangiz, ishlasangiz, ustingizda ishlasangiz, fikringizda ishlasangiz, bu yerda o'sha ko'proq pul topasiz. Bunday orqaga qarasangiz, mamtiga hozir pulim mamti yo'qdi-ku deysiz. Bu yoqqa qarasangiz, mamti ham yo'qdi-ku deysiz, tushunasizmi? Ya'ni pul shunaqa narsa, aylanveradi, energiya bu. Biz hech qachon pulsiz qolmaymiz. Hech kim hech qachon absolutno bir sim pulsiz qolmaydi. Unaqa inson yo'q. Agar inson pulsiz qolsa, uni yeyishga ham ovqat, agar endi bomsh etmasangiz, tushunasizmi? Endi musorkada kimdir, ularda pul bo'lmasligi, lekin hech kim hayotda pulsiz yo'q. Bunda o'ylab ko'ring, pulsiz inson bormi bu hayotda? Вообще absolutno yo'q. Lekin kimdir pulni ko'paytira oladi, kimdir ko'paytira olmaydi. Ko'paytira oladiganini u o'sha investitsiya qiladi, harakat qiladi o'sha narsaga. Misol uchun tajriba, opit, men sizga ham aytdim, qancha tajribadan o'tdim, mana opitdan o'tdim, уже deyapman, dedim sizga-da. O'tadi, lekin baribir yana riski boraveraman. Mana siz bilan borganman, bu riskda o'zim uchun как-бы-da. Aql ozgina qo'rqyapti, tormoz qilyapti, lekin baribir mayli, davay risk deyapman deb o'zimga. Bundan ham tajriba olaman deyapman deb. Поэтому siz agar mana shu risklarga tayyor bo'lsangiz, unda siz o'sib ketib qolasiz. Meni kursimga kelgan qizlar umuman pulsiz kelishganlar ham bor, qarz olib kelganlar ham bor-da. Hozir o'sha qizlar yaqin
yaqinda ham bitta qizim tashladi, anaqa bo'ldi. Qanday ishga firmaga kirdi, ana katta lideri bo'ladi-yu, shunaqa lider bo'lib ketdi. Ishonasizmi? Puli o'sdi, хотя kursga puli yo'q edi. Bitta qizim вообще eri pul bermasdi. U kursga keldi, mana shu полностью ong ostidagi ota-ona bilan, ajdod bilan bo'lgan praraботkalarni qildi. Eri daromadi o'sdi. O'zi chet elga sayohatlarga chiqib ketdi. Pul keldi qo'liga. Ungacha o'ziga hech narsaga ruxsat bermasdi. Programmalarni ishladi, boya aytgan ong ostidagi programmalarni ishladi, investitsiya qildi o'ziga. U pullarni, mana misol uchun meni kursimga ketkazgan puli уже 10x qilib ham chiqarib bo'ldi. Потому что haqiqatan ishlayapti, действие qilyapti. Agar misol uchun kimdir investitsiya qilayotganda, da, hozir bu psixologmi, gurumi вообще farqi yo'q. Kimdir meni hayotimni hozir o'zgartirib beradi deb mana shunaqa o'tirursa, o'sha pulimni ketkazdim-ku deb o'tirursa, u pul ham ketadi, natija ham kelmaydi. Qolib ketadi odam. Chunki u boshqa insonga bog'lanib qolgan bo'ladi, psixologga bog'lanib qolgan bo'ladi, tushunasizmi? U meni hayotimni o'zgartirib beradi deb o'ylaydi. Psixologlar hayotini o'zgartirib bera olmaydi, ular sababchi bo'ladi. Menda shuncha natijalar bor, men har biriga sababchiman deyman, tushunasizmi? Kursingizda qatnashgan odamni oilaviy munosabatda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Hozir meni munosabatlar bo'yicha kursim ketyapti-da, yana bitta. Kecha mana darsim bo'lib o'tdi-da. Aslida ular hammasi o'sha munosabatlarni yaxshilab bo'lishdi. Chunki ular meni hayot asosiy qonunlari kursini 7-5-6 da o'qigan qizlar-da. Munosabatlar yaxshilanib bo'ldi o'sha. Kim eri pul berishni boshladi, erkinlik berishni boshladi. Kimdir eri daromadi o'sdi. Kimdir jinsiy aloqa yaxshilandi. Kirchi har taraflama yaxshilanishdi. Hozir mana munosabatlar bo'yicha kursim yana ketyapti. Yana o'qishyapti o'zligim ustida. Bu bilan nima demoqchiman? Munosabatlar hech qachon bitta joyda turmaydi. Ular doimiy tarzda o'sib rivojlanadigan narsa. Lekin bitta narsani aniq ayta olaman, o'sha munosabatlarda ular o'zini o'rnini topishdi. Ayolligini, o'zini his qilishini, rafiqalikni, mana shu o'rnini topishdi. Farqi yo'q, uni sochi qanaqa, uni ko'rinishi qanaqa, tushunasizmi? Shundoligicha er ularni qabul qilyapti. Nabrot o'sha borligicha yaxshi ko'rib qolishyapti. Chunki soyuz boshlandi. Oldin er tushunmasdi deb ayollar. Hozir er ham tushunyapti, o'zini ham tushunyapti. Menimcha mana shu narsa ko'proq muhimroq-da munosabatlarda. Siz partneringizni borligicha qabul qilasiz, u sizni borligicha qabul qiladi, mana keyin o'sirasiz mana shunda. Bir-biringizni qo'llab-quvvatlaysiz, podдержка qilasiz, sevgi berasiz, munosabatlaringiz yaxshi bo'ladi. Tushunasizmi? Bola buni ko'radimi? Bola keyin buni ko'rib, ularni ham ongi o'zgaradi, ular ham baxtli bo'ladi, kamroq kasal bo'ladi. Uylangan bo'lsa munosabatlari yaxshi bo'ladi. Muhimi ayol o'sha munosabatlarda o'zini o'rnini topadi. Kursim aynan mana shu narsani beradi. Menini topishga, o'zini o'rnini topishga, bu hayotda nima keldi inson? Yashash uchun keldi-ku. Baxtli yashash uchun deganda bu hamma narsa olinadi-da. Bitta er bola, pul, mashina, uy, sayohat nazarda tutilmaydi-da, tushunasizmi? O'rni, sani bu hayotda o'rning bor. Sen bu hayotda baxtli bo'lishga loyiqsan. Seni bu hayotga Xudo baxtli bo'lish uchun yaratgan. Bitta odam bilan yoki bitta farzandlar bilan yoki bitta ishing bilan yoki mol davlating bilan emas. Mana shu seni borliging bu katta baxt. Mana shu baxtni sen yarata olasan. O'zingni nazaring bilan, qalbing bilan, yuraging bilan
degan narsani aynan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bo'ldi. Odam qachon anglab yetadi o'zini ustida ishlash kerakligini, bilim olish kerakligini? Odam qachon anglab yetadi o'z ustida ishlash anglab yetmaydi. Bundoq olib qarasangiz, hech kim o'zini ustida ishlashni xohlamaydi. Chunki o'zini ustida ishlash bu degani sen og'riqlaringni ichiga kir deganida. Hech kim o'zini og'riqlarining ichiga kirishni xohlamaydi. Chunki bitta og'riqli bo'lsa, psixika shunaqa u og'riqlardan qochadi. Aql olib borgisi kelmaydi og'riqlarga, потому что там xavfli deydi. Psixika mana shunaqa narsaki, odamga, ya'ni tanaga, odamga o'ziga прям всегда комфортно bo'lishni xohlaydi. Tushunasizmi? Shuning uchun ham ko'pchiliklar o'qishi, bilim olishi komfortini buzmasligini xohlaydi. Uryapti, lekin там ей комфортно. Tushunasizmi? Chunki u hozir в неизвестность ketsa, bilmaydi qayerda nima bo'lishini. Tushunasizmi? Если вдруг men bo'ldi, zo'r bo'ldim, giroy bo'ldim, sen meni urayotgan ekansan, men ketdim desa, xabarat ishlash kerakdir, pul topish kerakdir, bolalarni boqish kerakdir, o'rnini topish kerakdir, uy olish kerakdir, bilmaydi, в неизвестность ketadi. Lучше yoqqa bormayman deydi. Men o'tiravering, mayli ursin deydi. Komfortno потому что, tushunasizmi? Psixika xohlamaydi bilim olishni. Chunki bu birga bir qo'shib 2 qilishingiz kerak. 2 ni 2 ga qo'shib 4 qilishingiz kerak. Bu degani mehnat, bu degani o'z ustida ishlash. Lekin kuchli zarbalar, kuchli og'riqlar va odamni turg'izadi. Kasalliklar, mana ko'p eshitganmiz, raklar tuzalgani. Tuzalishadi-ku. Aslida rak ham bu shu psixikani qaysidir tarafda o'zgarganda, tana demak уже ko'p vaziyatlar bo'lgan, qabul qila olmagan joylar bo'lgan, tana bo'ldi, endi уже samounичтожениеga kelyapti, o'zini o'zi разрушить qilyapti-da tana. Ya'ni odam tushunmayapti manki vaziyatlarni, rak shunaqa kletkaki, u tez yemirishni boshlaydi, yeb tashlaydi tez organizm. Shuning uchun ko'p raklar shunaqa tez olamdan o'tadi. Bir xil uzoq davom etadi, tushunasizmi? Ular уже mana shu rak bo'lganida sразу nimaga keldim bu hayotga? Nimani yashadim? Nimaga shuncha yashadim? Sal переосмысление bo'ladi-da. Shu hayotga agar ishtiyoqi uyg'onsa qaytadi rakda. Agar baribirga ham anu bo'lgani uchun men hayotda qiynalmayman, bu narsa bo'lgani uchun bu hayotda qiynalmayman desa, bo'ldi, samounичтожение bo'ladi. Likvidatsiyani nima deydi? Likvidirib qoladi. Mana betga uchun emas-ku, yechi aniq qilarsiz buni, ana boru. Знаменитая aktrisachi, shu kinolari mashhur otini topolmayman. Rak bo'ldi, yaqinda ham tuzaldi. Ana sepkilli qizcha kinosi. Eslang. Biling nima edi oti? Mashhur aktrisa. Qizi ham bor. Yaqinda o'sha bilan podkast qildi, ana boy bitta bola bor-ku, hamma bilan podkast qilib bo'ladi ekan. Bo'ldi. Ortiqcha. Rano bu narsa. Rano shunday rak bo'ldi-yu ham, tuzaldi-ku. Qanaqa tuzaldi u? Hayotga qiziqishini orttirib, yashashim kerak, yashayman, hayot chiroyli ekan deb butun og'riqlarini tashab, odamlar nima deydi degan gaplarni tashab aytib berdi, ana podkastda ham. Buni qaytdi. Просто bu знаменитость bo'lgani uchun odamlarga bu shoshilik bo'ldi-da, atak bunaqalarisi ko'p-da. Qaytganlar haqiqatan. Rak bilan olib ketganlar ham ko'p. Ko'pchilik doktorlar aytadiki, bu narsada geniga ham qaraydi dedi-da. Men endi o'zim bilim olib, men shaxsiy fikrim geniga ham qaramaydi deb. Fikr o'zgarsa, genlar ham o'zgarib ketadi, neyronlar ham o'zgarib ketadi. Nima dedi, nima savol edi?
o'zim anglab yetadimi? Ha, ishlash kerakligini, ha. Shu og'riqlar o'stiradi. Og'riq keladi, keyin qadrim bor ekan-ku deb ruhim nimaga bu hayotga kelgan ekan? Tanam bu ruhga nimaga berilgan ekan? Nima qilishim kerak ekan deysiz, sal qaytadi keyin. Chunki tana bu временный narsa. Ruhga berilgan. Ruh bu yerga tushibdimi? Demak, u nima uchundir tushgan? Bekor kelmaganmiz-da biz bu hayotga. Qaytaradi, o'zini ruhini vazifasiga qaytaradi. Ruh o'zini yo'liga tushishni boshlaydi. Chunki ruh o'zi biladi nimaga kelganini, bu hayotga, nima missiyasi bor uni. Odam mana shu programmalarga, jamiyatdan olingan programmalarga, odamlardan, ota-onadan, ajdoddan olingan programmalarga, mentalitetdagi o'sha har xil urf-odatlarga, iqrorlik kirib ketgani uchun asl ruhni vazifasini esidan chiqarib qo'yadi. Mana shu og'riqlar asl insonning ruhini vazifasiga kirgizadi. Boy doktor aytganidek, o'g'li rak bo'ladi, asl uni ruhini vazifasi doktor bo'lish ekan. Qanaqa savol beraylik? O'zingizga nima qiziq? Misol uchun o'zingizga nima qiziq? Pul ko'paytirishmi, daromad ko'paytirishmi? To'g'ri. Odamni ichidagi bloklarini, o'sha hayot travmalarini aniqlash uchun test ili qanaqadir narsa bormi? Tezroq. Bor, da. Aynan mana shu tarafda men rastanovkalarga murojaat qilaman-da. Ya'ni energetik biz hammamiz bir-birimizni his qilamiz. Chunki biz hammamiz energiyamizda. Shuning uchun xuddiki bilasizmi, mana misol uchun bo'ladi, qiz Amerikada yashayapti, ona O'zbekistonda, lekin qiz homilador tug'ish kerak, ona shu yerdan his qilib turadi. Bilasizmi? Eshitgansiz shu narsani? Yoki misol uchun o'zingiz onangiz ham nimadir bo'lsa, qanaqadir bo'lib qolgan bo'lsa, "Voy, yaxshimisan, tuzukmisan, cho'ta nimadir bo'lyapti" deb o'ylayman, telefon qilib xavotir olish mumkin. Qattan misol. Sizga keyin aytasiz, "Ha, onam bunaqa narsa bo'luvdi-da, rostdan ham-da, keyin onam bilan mana onam mehri-da, yaqinda" deb qo'yasiz-da. Aslida energetik tarafdan biz hammamiz bir-birimizni his qilamiz. Aynan men kursimda shu narsani o'rgataman. Ya'ni siz boshqa insonni energiyasini o'qa olasiz, uni maydoniga kira olasiz. Aslida mana zo'r savol berdingiz-da. Ishim ham o'zi shundan iborat, ya'ni ishlashimiz. Chunki biz hech qachon ajdod, ota-ona hayotini yashamaymiz, lekin ularni hislarini, fikrlarini his qilamiz. Va rastanovka shunaqa narsa, razbor, kvant tahlili shunaqa narsaki, siz energetik tarzda o'zingizni ham energetik maydoningizni o'qiysiz, shu bilan birga boshqa insonni ham energetik maydonini o'qa olasiz. Tushundingizmi? Ana keyin o'shani o'qa olganingizdan keyin nazaringizni o'zgartirasiz. Ha, fikr-ku bizani yo'ldan adashtiradigan kakda ishonib qolganimiz uchun. Ha, men buni fikrlagan ekanman deb. Bu blok, misol uchun. Negativ blokdan. Misol uchun ayol aytadi, "Ha, men erkaklarga shuning uchun ishonmagan ekanman" deb blok topdi-da. Bo'ldi. Endi shart emas. Dedi-da, o'zi fikrini o'zgartiradi. Bizda vetka сознания bor. Misol uchun taqdir deylu bitilgan. Taqdir bor narsa. Lekin uni yo'llari ko'p. Alloh bizga o'sha yo'llarini tanlashni imkonini bergan. Bu yo'ldan ketishingiz mumkin, bu yo'ldan ketishingiz mumkin, bu yo'ldan ketishingiz mumkin, bu yo'ldan ketishingiz mumkin. Siz blokingizni topsangiz, negativ blokingizni tushunsangiz, topsangiz, mana ketayotgan yo'lingizdan, misol uchun nafrat yo'lingizga ketayotdingiz, mana yo'lga o'tib olasiz. Boshqa vetkaga o'tib olasiz. Tushundingiz? Уже boshqacha fikrlab, boshqacha taqdirni yaratib ketasiz. Поэтому aynan kursda biz boshqa insonni ham maydonini, energetikasini his qilamiz, o'qiymiz, anglaymiz-da, o'zgartiramiz. Aslida shu. O'zi ko'p narsa kerak emas. Ya'ni siz
pogrujение qilasiz, da, o'zingizni tushunasiz, anglaysiz, his qilasiz. Topdingizmi blokingizni, bo'ldi o'zgartirasiz, bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas, o'zgartirasiz, harakat qilasiz. Потому что shunaqalar bo'ladiki, fikrimni o'zgartirsam, hissimni o'zgartirsam, bo'ldi, o'zi o'zgarib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q, o'shanga yarasha keyin harakat qilasizda, действие bo'ladi-da. Blokka yechdingiz, angladingiz, tushundingiz, harakat qildingiz, действие bo'ldi. Всё, boshqa веткаga o'tdingiz. Boshqa o'sha o'zingiz xohlayotgan o'sha boshqa realnostni yarata olasiz. Boshqa nazari bilan, boshqa his bilan. Shuning uchun aslida to'siqlarni topish kerak, anglash kerak. Ular bilan yashash kerak emas, chunki o'zimiz bilmagan holda to'siqlarda yashab qolamiz. Misol uchun sizni uyingizda pul yaxshi emas, ko'p pul bu nima deydi, yaxshilik keltirmaydi, yomon degan narsalarni misol uchun berishgan bo'lsa, bu как blok. Da? Siz buni qanaqa ko'rsatasiz? Yaqinlaringiz orqali, ularning energetikasi orqali, ularni his qilib. Buni programma, misol uchun buni kursda o'rgataman. Ongi ostiga tushamiz. Programmani topamiz, to'siqni topamiz, tushunamiz, anglaymiz, qo'yib yuboramiz, minnatdor bo'lamiz, qabul qilamiz, rahmat deymiz, uzilamiz. Keyin обязательно maqsad bo'lishi kerak, обязательно xohish, orzu bo'lishi kerak, обязательно bo'lishi kerak. Maqsad, xohish, orzu bo'lmasa bo'lmaydi. Keyin u qadam bosa olasiz. Bo'lmasam ungacha o'tiraverasiz, qo'rqib. Vdруг hozir shunaqa qilsam-da, pul bunaqa narsa ko'rsa, kimdir rost sizga shu narsani qilsa, tasdiqini olasizda, to'g'ri deysiz. Chunki ko'rgansiz-ku, ssenariy bor-ku. To'g'ri. Yo'q, demak, hozir mana shu ehtiyot bo'lishim kerak. Qo'rquv kirdingizmi? O'sha narsa qayta kelaveradi, sizni qo'rqitaveradi. Chiq qo'rquvdan. Qo'rqma, bu qo'rquv emas deyaveradi, tushundingiz? Shuning uchun ham bloklar bilan, travmalar bilan yoki shu ongi ostidagi fikrlar bilan ishlash muhim deb o'ylayman, kerak deb o'ylayman. Xo'p, o'zi bu savolni nima qiziqib so'ragani, ko'rganda, bitta odamni ko'rganda qanaqa travmasi borligini bilish mumkinmi? Manda qanaqa travma ko'ryapsiz? Yoki blok farqi. Qarang, bitta ko'rganda energetik o'zi maydonni his qilsa bo'ladi. Bularnikini ham aytib bera olaman, siznikini ham aytib bera olaman-da. Hissim bo'yicha men уже tushuncham bo'ladi. Da? No, men diagnostika qilaman yana. Diagnostika qilganimda hislarning ichiga kirg'izaman yana. Потому что o'zi muhimi bizda his. Men o'zi ko'proq hislar bilan ishlayman. Kirib подтверждениyalarni olaman. O'zingizdan. Chunki men osmondan hech narsani olib odamlarga prikрепить qilmayman. Diagnostika qilaman birinchi. O'qiyman, как energetik sizni. Mencha bunaqa, nimadan keyin nima kelib chiqayotganini tushunaman. Har bitta odam gapiradi-yu, u gapirayotganda uni o'zi uyida qanaqa muammo, eri bilan o'zi qanaqa muammo, onasi bilan o'zi qanaqa muammo, men o'zi tushunib turaman. Mana, потому что bunga bilim olganman men. Men polvon emasman, tushunasizmi? Bilim olganman. Mana yaqinda bitta joyga bordim, ayol kishi aytibdiki, "Biram bizga qiyin, ayollarga biram qiyin, erkaklarga mazza. Cho'chi tepakal bo'lsa ham cho'chini taramaydi. Biz bo'lsa cho'chimizni ukladka qilishimiz kerak. Bola tug'ishimiz kerak. Yana o'zimizni figuramizga qarashimiz kerak, dieta qilishimiz kerak. Почему нам так сложно?" dedi. Nimaga bizga bunaqa qiyin? O'zi men bilmayman, bu ayolni hayotida juda ko'p og'riqlar bo'lgan. Bir erkak kishi buni tan olmaydi, mensimaydi, uni shaxsiyatiga, ya'ni qiyofasiga o'zi ko'p anaqa beradi, nima deydi? Tanqid beradi. Tushunasizmi? Turmush ajrashgan bo'lishi ham mumkin o'sha ayol. Turmush o'rtog'i bilan munosabati ham yaxshi emas. Farzandlarini imенно kontrol qiladigan ona bo'lishi mumkin. Demak, o'zi bilasiz, onasi bilan o'zi munosabati yaxshi emas. Otasi bilan ham munosabati yaxshi bo'lmagan, uyidagi muhit yaxshi. Короче, sizga agar men uni gapidan ozgincha gaplashganda shu bo'lsa desam, agar честный bo'lsa o'zi bilan, qayerdan bildingiz deydi menga. Agar bizda endi va bekish ko'rgangan odamlar. Agar просто dabdurustdan kimgadir shunaqa desangiz, menda unaqa narsa yo'q deydi.
Ammo mijozlaringiz aytadi, потому что ular pul to'lab oldingiz keladi yoki kursga keladi, ular aytadi, shuni ishlashni xohlaydi. Lekin просто dabdurustdan boshqa insonga shunaqa deng, o'zini himoya qiladi. Shokka tushib qoladi. Manda unaqa narsa yo'q deydi. Tushunyapsizmi? Chunki siz uning og'rig'ini aytsangiz, u og'rig'i kirsa, bu uning uchun og'riqli. Manda yo'q unaqa narsa qayerdan olasiz deydi. Men o'sha gapidan uchun bo'ldim. Qayerdan nima kelyapti, onasi qanaqa yashagan, otasi qanaqa yashagan, hozir eri bilan qanaqa yashagan, qaysi tarafdan kasalligi bor. Полностью aytib bera olaman. Sizda misol uchun siz zakrytый rossiz, lekin juda xohlaysiz chiqishga. Potensial bor. O'sha potensialni sekin yorasiz. Tushunasizmi? A tak ko'proq siz ota-onangizni anaqasini nima deydi? Как на узбекском? Ularni ожиданиясini оправдать qilishni xohlaydigan nazar bor sizda. Как бы типа, bilasizmi? Они ждали многого, да, sizdan. Siz хотите, вот это есть. Но, да, но, bilasizmi, вот прям скромно chiqasiz siz. Чтобы деликатно, чтобы никого не обидеть, чтобы ularni ham xafa qilib qo'ymay, o'zi diqqat etdan olsangiz, ota-onadan olsangiz, misol uchun zo'r ketishingiz mumkin. Diqqatni ota-onadan olib tashlash kerak. Ya'ni ularga isbotga emas, ularga nimanidir ularni baxtli qilish uchun emas. Yoki yo'q, men o'ylayman, xo'p, yoshligimda qanaqadir yosh bola sifatida ko'rishgan. Men isbotlashim kerak, qanaqadir men yosh bola emasman. Da, mana shu narsani aytmoqchiman, tushunasizmi? Bu diqqatni olsangiz, aytdan hech kimga hech narsa isbotlashim kerak emas degan diqqat isbotda mana bunaqa narsa bor. Mana shuni ham podkastga qo'yib bo'ladi. Bola erkak o'g'il bolada otasi juda kuchli anaqa bo'lgan. Jahldor, kontrolyor. Mana o'xshaganda bolani. Onaga ham nisbatan shunaqa bo'lgan. Bolaga ham nisbatan shunaqa bo'lganda. Bola otadan mehr ko'rmagan. Lekin, как положено, обеспечение bo'lgan. Misol uchun pul tarafdan, oziq-ovqat kiyim tarafdan. Lekin ota kuchli anaqa bo'lgan. Jahldor bo'lgan. Topolmayman. Bola urgan, o'qishing kerak, bilan olishing kerak. Nima shunaqa narsa bo'lgan, talab kuchli bo'lgan. Uni noto'g'ri, nima qilsa ham noto'g'ri qilyapsan. Tushunasizmi? Nima uni qilsa ham noto'g'ri qilyapsan, mana qilish kerak edi degan narsa bo'lgan. U bola mana shuni otasiga u zo'rligini isbotlash uchun u zo'r karyera qildi. Zo'r pul topishni boshladi. Isbotda ketyapti. Isbot ishlab beradi aslida, zo'r ishlab beradi. Mana shu karyeralarga borib, zo'r o'stiradi. Isbot dahshat o'stiradi. Потому что sizda motivatsiya bo'ladi, nima uchundir. Lekin u bolani sog'lig'iga bu narsa juda katta ta'sir qiladi. Nimadandir baribir oladi, tushunasizmi? Kimdir erkak kishilar mana misol uchun isbotla bo'ldi, mana. Keyin ras isbotladi, ota tan oldi, bolam zo'r ekansan dedi, tan oldimi? Bo'ldi, motivatsiya tushib ketadi, minusga ketdi. Bankrot bo'ldi, minusga ketdi. Tushunmaydi. Nimaga men minusga ketyapman? Nimaga men bankrot bo'ldim? Потому что isbotda ketdi. Tushundingiz? Kimdir baribir isbotda keturadi, otaga nisbatan nafrat bo'ladi ichga, lekin unaqada hech qachon otamga nafratim bor demaydi. Ular baribir ichida nima deydi? Ustida men otam yaxshi ko'raman degan narsa bo'ladi. Lekin ichida ko'pchilik erkaklar mana shunaqa paytda o'zini onasiga er bo'lib olishadi. Ya'ni ota qiladigan mas'uliyatni o'g'il bo'yniga oladi. Chunki otam bunaqa-ku, otam ham bunaqa-ku, onam himoya qilaman. Chunki ko'rgan qachondir otasi onasini qiynaganini, otani juda kuchli исключить qiladi. Hayotda nota bor. Ota qilmagan narsalarni o'g'il qilishni boshlaydi, avtomatik o'zini joyidan ketib, otani o'rtasiga turib oladi. Mana shu yerda pul ketishi mumkin. Один из вариантов. Sog'liq ketishi mumkin. Один тоже из вариантов.
munosabatlar kichirtam ketishi mumkin. Один тоже из вариантов. Tushunasizmi? Nimadir bo'lsa ham baribir bo'ladi. Chunki o'zini o'rnida emas. Chunki u aytadiki, otam onamga yaxshi erlik qila olmadi, endi men qilaman. Bor. Bizda shunaqa otam nimadir qila olmadi, men borman, o'g'ilman, meni boqdi-yu deydi. Amam bola boru, ona bor-ku, kasal. По-женскому buket. Nimaga? Chunki u erim anaqa yo'lda turib tursin, erini his qilmayapti, munosabat yaxshi emas. O'g'lim kelsaman bo'lamisan-ku, mana bu yaxshi ham shu bolam bor. Deydi-da, munosabatlar yaxshi bo'lmagani uchun, o'zini his qilmagani uchun, mana yana sevmagani uchun butun kasal. Mana kasalliklar qayerdan kelib chiqadi ayolda. A bola sifatda liba kasal, mana misol uchun bittasini bilaman, u kasal. Operatsiya bo'lgan, hali kasal, hali bolasi kasal, hali o'zi kasal, tinmay kasal, lekin pul topadi. Sog'lig'ingiz bo'lmasa, pulingiz tatidimi? Tatmaydi. Yoki o'sha butun topgan pulingiz faqat sog'lig'ingizga ketursa-da, misol uchun. Yoki butun topgan pulingiz munosabatlaringizga o'z munosabatlaringizga ta'sir topgan pulingiz faqat mana ona otani munosabatlarini, ularni hayotini yaxshilash uchun bo'lsa-da, amam bu yerda oilasiga misol uchun pul bermaydi, ajratmaydi. Rosa ko'p siz bilan rizq qiluvdi-ku, qarindoshlariga qiladi degan rilschi, xotiniga qilmaydi, butun urug'lariga qiladi, qarzlab beradi. Bilasizmi, qancha menga ayollar yozdi o'shanda. Meni ham uyimda shunaqa, erim yaxshi pul topadi, lekin menga bermaydi. Meni ham uyimda rosa ayollar yozishdi-yu. Aytdim, shunaqa narsa bor-da. Agar diqqat ursa ota-onadan bola, lekin ota-onani sifatida ko'rib, sizlar ustun sizlar nima bo'lgan taqdirda ham. Otam yomon bo'lganmi? Demak, onamga shunaqa er kerak bo'lgan. Misol uchun, yoki onam yomon bo'lganmi? Demak, meni otamga shunaqa ona kerak bo'lgan. Taqdiringlarni tan olaman, qabul qilaman. Sizlar kattasizlar, men kichkinaman deb tursa, o'zini mana meni kursimda shu narsa beraman. Men потому что daryo tepadan oqadi. Pastdan tepaga oqmaydi. Energiya tepadan keladi. Pastdan tepaga bormaydi. Pastdagi bola ota-onaga o'rgata olmaydi. Ming qanaqa yashagan taqdirda ham, ular o'zini hayotini yashab o'tgan, ular ota-ona, ular katta. Mana shu buyuklik bizda ko'rish ota-onani tilda-da, tushunasizmi? Men bu yerda emas-da, haqiqiy emas-da. Hammasini ichiga kirib chiqsangiz, hammasini ichida og'riq bor. Mana yaqinda bitta erkak kishi bilan ishladim. Ichkiligi berilib ketdi. Otasiga yaxshi ko'raman, aytolmadi. Ko'rasizmi? Lekin unaqa erkaklar otidan so'king, onadan so'king. Hamma mard-ku, zo'r-ku. Lekin o'sha yaxshi ko'raman aytolmayapti, chunki og'riq bor. Og'riq bor bo'lganda ustun men bo'laman degan, sizlar pastsizlar deydi. Ota-ona pastda bo'lib qoladi. Ota-ona ming nima bo'lishidan qat'iy nazar tepada, bola pastda. Ana o'shanda hierarxiya to'g'ri ketadi. Keyin siz oila qilasizmi? Siz bolalaringiz bilan ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ular pastda, siz tepadasiz. Hierarxiya ketadi. Mana shu hierarxiya saqlansa, sizlarda pul, munosabat yaxshi bo'ladi. Agar hierarxiya buzilsa, pul, munosabat, sog'liq kichircham ketadi. Aslida mana shu blok ishlanadi. Boshqa hech narsa ishlanadigan narsa yo'q. O'tmish bor-da, tushunasizmi? O'tmish bilan ishlaymiz. Потому что o'tmishga odam bog'lanib qolgani uchun ishlanadi. Aslida o'tmish ham o'zi yo'q, qani o'tmish yo'q-ku. Hozir shu yer ham yo'q-da. Mana hozir men gapiryapman. Siz qani hozir o'sha yer ushlab qola olasizmi? Yo'q-da. Kelajak qani? Kelajakni ham bilmaysiz-da. A o'tmish qani? Пространствоda времени нету, yo'q. Времени есть, va yil, hafta, vaqt bor inson ongi uchun. Analiz qilishimiz uchun. A так в пространстве времени нет, даже hozir shu yer ham yo'q. Поэтому ishlaganimizda shu o'tmishda og'riqda qolib ketganlarimizdan ishlaymiz. Hierarxiyani to'g'rilaymiz. Aynan hayotda asosiy qonunlar kursi eng bazasi shu.
birinchi родовой programma, birinchi уровень. Bizda уровеньlar, darajalar bor. 7 daraja bo'lsa, eng birinchisi родовой bo'ladi. Ona, ota, ajdod. O'sha narsa ishlanadi. Поэтому menga kelayotgan boshqa kurslardan odamlar aynan mana shu programmalarning eng bazasini tushunmagani uchun ham ko'p o'zini izlab qidirib yuraverishgan ekanda. Menda o'sha 5 ta, 6 da, 7 da, 4 da именно kurs yurganlar keldi-da, o'zini topolmaganlar keldi-da. Baribir nimadir yetishmayapti, baribir nimadir his qilmayapman, baribir nimagadir munosabatim nimagadir yaxshi bo'lmayapti deb shunaqa kelgandan keyin men nimaga shunaqa bo'lyapti ekan, o'zim ham baribir analiz qilaman-ku. Nimaga shunaqa bo'layotgan ekan, baribir motivatsiya beramiz, baribir nimadir unaqa o'qiysiz, ayolligingiz his qilyapsiz deganimda ba'zi o'tmishga qaytayotganini tushunib qolganim uchun keyin potok ulanib ketavergan. 5, 6, 7, mana endi 8 boshlamoqchi. Потому что baribir kerak ekan bu odamlarga deyman, uyg'onishdan oldin. Chunki bu bitta uyg'onib olish bu hali yakun emas-da. Men yana kurs qilmoqchiman. Uyg'onish kursi. Kursini 2 yildan beri boshlab olmayapman. Nima edi? Mana shu kurs bo'lgan, mana shu hayot asosiy qonunlari kursidagi ba'zi bir narsalardan odamlar o'ta olmagani uchun kurs qila olmayman. Odamlar o'sha rutida, ota-onasida, hislarida, o'tmishda qolib ketyapti, mana siz aytganingizdek. Isbotda, nima turida qolib ketyapti-da, uyg'onish bo'lmayapti. Uyg'onish u вообще boshqa narsa. Umuman boshqa narsa. Shunaqa. Bunda nima ko'rasiz? Bular rosa jahldorlar. Yo'q-de. Qaysarsiz siz, bilasizmi? Bormi shunaqa narsangiz? Rosa qaysarsiz. Rosa aytganingiz bo'lishini xohlaysiz. Bormi shunaqa narsa? Mana bunaqa narsa-da, men kursda mana bunaqa o'rgataman men. Misol uchun, qog'oz deyiladi. Kerakmi? Qaysi nima aytasiz? Semiyami? Yo'q, mana bunaqa narsa. Yo'q, men o'zingiz uchun aytmoqchiman. Misol uchun qog'ozda listochik. Hozir bitta narsa qilaman, o'zinglar aytasizlar.